Kimning bitta qizi bo'lsa, unga yaxshiliklar qilsa, odobini chiroyli qilsa, o'g'il boladan passanamasa, adkhalahullohu bihal janna. Alloh u otani o'sha qiz sababli jannatga kiritadi. Qiz bu jannat otalar. Uyingizda qizingiz bormi? Nabira qizingiz bormi? Biling, uyingizda jannatning ifori bor. Bu qiz otaga jannat beshigini ochadi, jannat eshigini ochadi. Kimning bitta qizi bo'lsa, unga yaxshiliklar qilsa, odobini chiroyli qilsa, o'g'il boladan passanamasa, adkhalahullohu bihal janna. Alloh u otani o'sha qiz sababli jannatga kiritadi. Qiz bu jannat otalar. Uyingizda qizingiz bormi? Nabira qizingiz bormi? Biling, uyingizda jannatning ifori bor. Bu qiz otaga jannat beshigini ochadi, jannat eshigini ochadi.